Bifemle yiyishga alomat mas keladigan cheyi dufini oilada man usul bo'yicha qiling alomat o'xshaydi. Hem bu butun tor bo'yicha eng oddiy usuli qilish usulini nihoyat qulaylik bo'lib, bir qatim ko'zini chuqur o'rganaysiz, ham sugunish boshlanib ketdi. Avval ichki o'sitib olgan cheyi dufini suratdagidek man mushahadasi to'g'ri olib, oz miqdordagi go'sht va ko'k qizil lazdan tayyor qilib bo'lgandan keyin qozonga ko'proq miqdorda may qo'yib, may qiziganda to'g'ri tayyor qilib olgan dufini selib, suratdagidek man mushahadada bir qadar yo'g'ongandan keyin buni suzib olib, qozonga nihoyat oz miqdorda may qo'yib, go'shtni selib, uzoqroq qo'rib, ko'ydirib olgandan keyin to'g'rab tayyor qilib olgan zanjibil, so'mpiya, samsoqlarni selib, birdan qo'rsa bir xil mizligida chiqdi. Ondan gengo test qilish shiltimiz mening ishlatganim bo'lsa 22 yillik ajrning javhari bo'lgan Hardam bog'ning gengo test qilsa. Gengoni birdan qo'rib, to'liq eriganda oldin to'g'rab tayyor qilib olgan ko'k qizil laza, dufu va oz miqdorda shavmila selib, o'tni yuqur qilib davomli 7-8 to'liq aralashtirib olsaqlar bizning o'xshagan cheyi dufu tayyor bo'ladi. Qilishning shunchalik oddiyligiga ta'minat esil bo'ladi. Oila chuqur sinab qilgan do'stlar. Amsa oxirida qo'llash yusidan yurakdan birini beslab, piyonlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, meni qaytib olsanglar, buningdan nadir mazmun kun huzuringlarda kelarsan ko'rishal xayr xo'sh.